Tinib tinchimas shovvozlarning sarguzashtlari davom etadi. Bugun biz ijodiy jamoamiz bilan birgalikda tasvirga olish jarayonlari uchun Toshkent Gumanitar fanlar universitetiga bordik. Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlarni ko'rib turganimizdan biz juda ham xursandmiz. Men ismim Sardor, yoshim 23 ta. Toshkentdan ko'rsatamiz ko'rsatuvini muallifi bo'laman. Bugun sizlar bilan qiziqarli savol-javoblar o'ynaymiz. Bundan maqsad tengdoshlarimizga qanaqadir ma'lumotni yetkazish. Bizlarni ko'rsatuvimizni ko'rayotgan yoshlar nimadirdan ilhomlanib, ma'lumotlar bazasini bittaga boyisa, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Savollar oson, o'ylaymanki, mana shu universitetlarni sha'nini himoya qila olasizlar. Rahmat hammaga. Tayyormisiz? Ha, tayyorman. Yo'q, to'xtang aka, o'ylab olay. Jim turinglar, ey. Aka, shunda uyga borib keling. Devam etirsin. Xo'p, tayyormisiz? Tayyorman. Ko'kaldosh madrasasi qayerda joylashgan? Buxoromi? Toshkent. Xorazmmi? Qashqadaryoda. Noto'g'ri. Buxoro. Toshkentda. To'g'ri. Ko'kaldosh madrasasi 16-asrda Shayboniylar sulolasi vakili Buxoro xonligining nufuzli amaldori Qulbobo Ko'kaldosh tomonidan bunyod etilgan. Madrasa Toshkent shahri Shayxontohur tumani Chorsu maydonida joylashgan. Toshkent metrosida nechta bekat bor? Nechta bekat bor? 50 ta. 50 ta. 50 ta. To'g'ri. Toshkent metropoliteni 1977-yil 6-noyabrda ishga tushgan. Metropoliten uzunligi 71 kilometr, bekatlar soni 50 ta, kunlik yo'lovchilar soni 1 milliondan oshiq. Qutlug'xon asari muallifi kim? Anaqa. Hozir. Qutlug'xon muallifi. Va o'qiganman shu kitobni. Bobur. Bilmayman. Qutlug'xon O'zbekiston xalq yozuvchisi akademik Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek qalamiga mansub tarixiy badiiy roman. Asar 1938-yilda yozib tugatilgan, bir nechta tillarga tarjima qilingan. Nido dostoni muallifi kim? Javobni bilmayman. Alana. Hayqiraman tog'lar bag'ridan. Bilmadim. Hayqiraman tog'lar bag'ridan. Gumburlagan sado keladi. Ona yerning otash qaridan o'g'lim degan nido keladi. Erkin Vohidovda. To'g'ri. Aniq javob. Hayqiraman tog'lar bag'ridan, gumburlagan sado keladi. Ona yerning otash qaridan o'g'lim degan nido keladi. Nido dostoni o'zbek shoiri Erkin Vohidov qalamiga mansub dostonlar to'plami 1965-yil Toshkent shahrida chop etilgan. Sariq deyni minib asardagi bosh qahramonni ismi nima edi? Yaxshi savol. Hoshimjon. Hoshimjon? Hashimjon. To'g'ri, qoyil. Hoshimjon. Hoshimjon. To'g'ri. Ishtirokchi rahmat, salomat bo'ling. Sariq devni minib asari muallifi Xudoyberdi To'xtaboyev asar sarguzashtlarga boy bo'lib, o'zbek bolalar adabiyotining noyob durdonalaridan biridir. Bosh qahramoni Hoshimjon romanda bolalikning sodda va samimiy, quvnoq va zavqli onlari teran nigoh bilan qalamga olinadi. Oh otamakonim, onajon o'lkan. Mana shu she'rni muallifi kim? Muhammad Yusuf. Abdulla Qodir Rasvay. Abdulla Arif. Abdulla Arif. Yo'q. Abdulla Arif. Abdulla Arif. noto'g'ri. Bu she'rning muallifi Muhammad Yusuf. To'g'ri. Bilasizmi, she'rni aytib bera olasizmi bizga? Bilaman. Lekin hozir oxirigacha aytib bera olmayman. Tushunarli. O ota makonim,
onajon o'lkam, O'zbekiston jonim to'shay soyangga, sendek mehribon yo'q, seningdek ko'rkam, Rimni alishmasman beda poyangga. Abdullani kim uylantiradi? O'zimiz uylantiramiz. Sigirlarni kim sog'adi? O'zimiz sog'amiz. Mana shu jumla qaysi milliy kinofilmda ishlatilgan? Juda ham ko'p tomosha qilganmiz milliy film. Zo'r savol so'radingiz. Bitta anaqa berib yuboring, yordamchicha bosh harfini. Yo'q, bilmadim to'g'risi buni. Suyunchi filmi. To'pa to'g'ri? Suyunchi filmida. To'pa to'g'ri. Sigirni kim sog'adi? O'zimiz sog'amiz. Abdullani kim uylantiradi? O'zimiz uylantiramiz. Siz sog'ayib ketsangiz bo'lgani bu jon. Sochlaringni sariqqa bo'yab nima qilasan? Mana shu qo'shiqni muallif kim? Kim ijro etgan? Eshitganmisiz? G'iyos Boytoy. Sherali Jo'rayev. Sherali Jo'rayev. To'ppa to'g'ri. Sherali Jo'rayev. Rahmat, lekin yordam berdilar. Sochlaringni sariqqa bo'yab nima qilasan? Soch ostidan muloyim qarab nima qilasan? Qara ko'zli sanamjon, o'zing yaxshi bilasan, ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilasan? Shum bolaning asl ismi nima edi? Kinosini ko'p ko'rganman uydagilar bilan, lekin haqiqiy ismini bilmas ekanman. O'zim eslamadim. Yo'q, bilmayman. Qoravoy. To'pa to'g'ri. Pizza taomining vatani? Amerika. Italiya bu ham. Pizza taomini vatani Italiya. Italiya. To'ppa to'g'ri. Italiya. To'ppa to'g'ri. Aha, ishtahangiz ochilib ketdimi? Pizza dunyodagi mashhur taomlar ro'yxatiga kiradi. Pizza atamasi birinchi marta milodiy 997-yilda Italiyaning Lazio shahridan topilgan. Rafael Esposito ismli shaxs Neapoldagi zamonaviy pizza yaratuvchisi hisoblanadi. Matiz, Captiva, Nexia qaysi avtomobil birinchi bo'lib yurtimizda ishlab chiqarilgan? Matiz. Matiz. Bilmayman. Matiz. Yurtimizda birinchi bo'lib Nexia avtomobili ishlab chiqarilgan. Birinchi bo'lib Nexia bir chiqqan. To'g'ri to'g'ri. Matiz, Captiva, Nexia. Yurtimizda mana shu avtomobillardan birinchi bo'lib Nexia avtomobili 1996-yilda ishlab chiqarilgan. Pisa minorasi qaysi davlatda joylashgan? Rim. Italiyada. Fransiyada emasmi? Fransiya. Aniqmi? Italiyada. Amerika, Angliya. Qaysi javob? Amerika. Noto'g'ri. Italiyada. Italiyada. To'g'ri to'g'ri. Pisa og'ayotgan yoki yo'qolayotgan minora Italiyaning Pisa shahrida joylashgan. Minora 1370-yilda qurib bitkazilgan. Uzunligi 56 metr. Minora 296 ta zinapoyadan iborat. Mana do'stlar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymizki, siz uchun ko'rsatuvimiz manfaatli bo'ldi. Ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Alyo, o'rtoq, men bu joyga sayohat qilishni bekor tanlabman. Qo'rqib ketyapman. Do'stlar, men sayohat qilishga manzil tanlashda adashgan ekanman. Sizcha qayerlarga sayohat qilmoqchisiz? Noto'g'ri burilish 5. Mikrofonga gapirmay
ortga yo'l yo'q.